Hammaga salom, sizlar bilan men Oliver. Bugun men Gradmine serverining anarxiya rejimiga kirib, rank va kitlarni oldim va air loot qilishga kirishdim. Bu joyda men airga borayotganimni ko'rishingiz mumkin. Bu joyda men airda loot qilyapman, buni ko'rishingiz mumkin va bu airda juda kerakli yaxshi narsalar chiqdi. Bu joyda men VarPB'ga bordim, lekin VarPB'ga borganda urushib ketishganini sezmay qoldim, lekin borgandan spawnda ursa bo'lar ekan. Shuning uchun men hali tayyor emasdim, double charka ham yo'q edi. Shunga men elitra kiyib, darrov qochib ketdim. Bolalar, keyin sizlarga bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Meni jigarim, ya'ni Y Revenger sizlarga atab kit yashirib qo'yibdilar. Mana koordinatani ko'rishingiz mumkin va shalkerlar ichidan zo'r kitlar bor. Mana ishonmasangiz ko'rishingiz mumkin. Full imperator kitlar. Va koordinatasini mana F3 ni bosib koordinatasini ko'rsatganman. Bemalol kelib loot qilib ketishingiz mumkin. Va bolalar, men ikkinchi kuni serverga kirdim va server kirganimdan qarasam air boshlanibdi. Va bu airda loot qilish uchun ketib bordim. Va bu airdan ham chizasa bo'ladigan narsalar chiqdi, juda zo'r emas va bu yerdan imperator shlam chiqdi. Bu juda omad. Tak bolalar, bu videoning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Bu videoda ikkinchi qismi ham bor, lekin ikkinchi qismi attiga 15 ta like'dan so'ng chiqadi, lekin bu birinchi qism kam bo'lganligi uchun hammadan uzr. Ikkinchi qism ko'proq bo'lishiga va'da beraman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi qismga ko'rishguncha hammaga xayr.